Assalomu alaykum do'stlar. Biz o'tgan darsda Flexbox bilan ishlashni deyarli to'liq o'rganib chiqdik. Endi o'shani real loyihada qanday qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz bu loyihada o'sha maqolalar, ya'ni yangiliklar saytini kart qismini, ya'ni kartlar bilan ishlash qismini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu qanaqadir dizayn biror narsa maxsus tayyorlanmagan, o'zimiz fantaziya qilib yaratishni ko'rib chiqamiz. Biz buning uchun xo'p, wrapper degan nima olaman? Klass olaman. Xo'p, ya'ni konteynerimiz bu bizlarning o'sha itemlarimizni, ya'ni flex itemlarimizni, ya'ni kartlarimizni o'rab turuvchi nima div deb hisoblashimiz mumkin. Va buning ichiga kart deb ochaman. Xo'p, kart ichida bizda image bo'ladi. Xo'p, imagedan keyin bizda kart content bor. Ya'ni kart content. Xo'p, bu image'imizga ham class beraylik. Xo'p, class kart image deb nomlaymiz. Xo'p, ana endi kart content bo'lgandan keyin bizda kart contentimiz uchun title, ya'ni sarlavha matni kerak bo'ladi. Xo'p, h3 bundan oldin h3 va h3 ichida tagi, ya'ni qanaqadir link bo'lishi mumkin. Va bu yerda kart title deb nom beramiz va bunga ham class kart title deb nom beramiz. Va ana endi paragrafda misol lorem bir 20 tacha matn yozib turamiz va bunga nima deymiz? Class card disk deb yozamiz. Ya'ni o'sha karta descriptioni. Va yana bitta a tagini ochamiz va bunga reshetka qo'yib turib more deb yozib turamiz. Ana endi biz ushbu kartimiz uchun buni birinchi ishga tushirib olamiz. Open with live server qilib va quyidagicha ma'lumot ko'rib turibmiz. Endi biz rasm kerak, ya'ni placeholder image deb yozadigan bo'lsak, bizda placeholder image yaratishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagicha xohlaganingizdek xohlagan o'lchamdagi razmerlarni olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda placeholder image 400 qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 400 pikseldagi rasmni qo'yib beradi. Agar buni o'chirib 1000 qiladigan bo'lsak, mana 1000 ga 1000, ya'ni bir xil o'lchamdagi rasm qo'yib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shunday ishlaydi. Bu yerni ham ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'zingiz xohlagan formatda rasmlarni taxlab ko'rib olishingiz mumkin. Men prosta demo uchun olib ko'rsatmoqdaman ishlatib. Hop, farqi yo'q. Buni o'zingiz istaganingizdek olib ishlatishingiz mumkin. Hop, 600 qilib turaman va quyidagicha kart turibdi. Ana endi buni pastga tushirib olaman. Hop, quyidagicha endi kartni bu yerdan yopib turib, buni bir nechta nusxalab tashlayman. Misol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deylik. Bo'ldi. Bizda mana 9 ta kart tayyor. Ya'ni HTML qismi tayyor bo'ldi. Hop, CSS faylimni ulab olaman. CSS fayl hali ulanmagan. Hop, link. Hop, ana endi style CSS bo'ldi. Biz bu yerda yozishni boshlaymiz. Har doim birinchi standart kodlarimizni yozamiz. Padding 0, margin 0 va box sizing border box. Bo'ldi. Hammasi ajoyib joylashdi. Ana endi biz bu yerda wrapper beramiz. Wrapperni kengligini misol max width 1140 piksel beramiz. Ya'ni 1140 piksel asosida ishlaymiz. Buni ham bunday kichiklashtirib oladigan bo'lsak, biz maksimal xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keling biz o'sha elementimizni birinchi chegarasini berib olaylik. Ya'ni chegarasini ko'rib turishimiz kerak. 1 piksel dotted red deb berib turaman. Ya'ni biz chegaramizni ko'rib turishimiz kerak. Ya'ni qanday joylashmoqda elementlarimiz. Endi margin misol 20 pikselga avto beramiz. Xo'p, yuqoridan sal pastroqda va markazda joylashtirdik. Xo'p, ana endi keling, birinchi bo'lib kartimizni xususiyatini, ya'ni dizaynini yaratib olamiz. Kart bor. Kartga biz display flex beramiz. Ko'radigan bo'lsangiz, endi hamma elementlarimiz yonboshda joylashdi. Va buni endi pastda joylash uchun flex direction column deb beramiz. Va mana pastda kolumn bo'lib joylashdi va ekranni to'liq oldi. Xo'p, bularni birma-bir endi stillarni berishga boshlaymiz. Xo'p, kolumn berdik. Ana endi bizda quyidagi element, ya'ni nima deydi? Xo'p, nima title va rasm orasida masofa bo'lishi kerak. Masofa olishimiz uchun gap 20 piksel beramiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bizda 20 piksel pastga joylashdi. Buni bunday pastroqqa tushirib oladigan bo'lsam,
Ya'ni men tepada qayerda qanaqa klasslar berganimni ko'rib turishim uchun bu albatta. Hop, kartlarni yig'ishtirib olaveraman. Hammasi klassi bir xil. Hop, tartiblab o'zimga moslashtirib olyapman. Hop, bo'ldi. Kart bo'ldi. Ana endi bizda kart image bor. Hop, kart image'ni width 100% beramiz. Sababi rasmni kengligi bo'yicha 100% olib berish kerak. Hop, height balandligini o'zi avtomatik moslashtirib oladi. Ya'ni width kengligi qancha bo'lsa, heightni ham avtomatik shunga qarab oladi. Hop, bularni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz kartlarga qanaqadir o'lcham berganimiz yo'q. Hop, o'lcham bersak ham bo'ladi. Misol, keling kartga flex beramiz 1 va minimal o'lcham 250 piksel beramiz. Hop, bu yerda hozir minimal o'lchamni olgani yo'q, lekin 250 piksel bo'lgan avtomatik responsiv bo'lib boradi. Shunday qilib yozsak ham bo'ladi. 250 emas, 275 bersak ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Ana endi biz kart title ga stil beramiz. Hop, kart title ga misol text decoration none, ya'ni pastdagi liniyalar yo'q bo'ladi va keling font family sans serif va ko'p turganingizga xuddi shunday colorni misol rishodga nima deb bersak bo'ladi? Misol 222, ya'ni uncha to'q bo'lmagan qora rang. Va xuddi shunday kart disk deb beramiz va ushbu kart diskga ham font family sans serif yoki boshqacharoq keling, boshqacha stil beramiz. Mana space bersak bo'ladi. Qanaqadir kiborroq stil bo'ldi. Farqi yo'q. Yoki boshqa narsa bersak ham bo'ladi. Hozir nimadir chiroyliroq boshqacha fantasy berib ko'ramiz. Haqiqatan fantasy bo'ldi. Hop. Mayli kelinglar, mana space beraveramiz. Sal chiroyliroq ko'rinadi va font size beramiz. Font size misol 18 piksel. Mana sal kattaroq holatga keldi. Hop, bo'ldi. Bunda bizda ko'rib turganingizdek elementlar tiqilibroq turibdi. Bunaqa hal qilsak bo'ladi o'ylab kelib. Hop, keyingisi nima edi? Class yozmagan ekanmiz. Class more button deb beramiz. Hop, bu narsani birinchi quyidagicha qarang. Men bir necha nusxalab tashlaganman. Hop, mayli, mana shu hammasini o'chirib tashlayman. Keyin nusxalab tashlayveraman. Birinchi umumiy kartimizni stilda ko'rinishini chiqarib olamiz. Hop. Endi more button, ya'ni more degan tugmani stilda beramiz. Hop. Yaxshi. Bunda ham text decoration none, color решетка FFF beramiz va background решетка misol 222 va quyidagicha knopka hosil bo'lmoqda. Va paddingga yuqori bilan past 10-20 piksel beramiz. Va vale, knopkamiz tayyor. Va ko'rib turganingizdek bu ustiga chiqib qoldi. Bularni ham to'g'raymiz. Font family sans serif. Va mana deyarli tayyor. Bunga border ham berib qo'yaylik. Border 1 piksel solid rishodga 2. Buni ham to'g'rab qo'ydik. Bo'ldi. Xo'p, ana endi bizda umumiy, ya'ni kart content degan nimamiz bor edi. Konteynerimiz bor edi. Hop, kartdan keyin, ya'ni kart imagedan keyin, ya'ni e'tibor bering, kodlarni maksimaliy tartib bilan yozishga harakat qilyapman. Hop, kart kontentimizga bunga ham display flex beramiz. Ko'radigan bo'lsangiz hammasi yomon joylashdi. Bunga ham flex direction column beramiz va hammasi bir-biridagi masofasi orasidagi 10 pikseldan bersak bo'ladi. Hammasi bir-biridan 10 piksel masofada joylashib turibdi va bu more buttonimiz ham juda to'lib qoldi. Buni ham to'g'rilasak bo'ladi o'zi. Xo'sh, bu uchun nima qilamiz? Bunda
Tak, yo'q, bunday emas. O'sha kart kontentimizning o'ziga nima edi? Align align kontentimiz start. Ya'ni kontentlar startdan boshlasin nimada? Tak. Uzr. Endi bu justify content start bo'ladi. Yo'q. Qandaydi? Esim chiqib qoldi, uzr. Align item startmi? Uzr. Itemlar bo'yicha boshlang'ich qatordan joylashtirib berishim kerak. Böyle align item start berdim va quyidagicha ma'lumot tayyor. Ana endi buni bunday qilamiz. Hop, ushbu kartni bir necha barobar nusxalab tashlayman. Misol 1 bo'lsa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Bo'ldi. Ana endi biz wrapperga display flex beramiz. Va ko'rib turganingizdek, mana display flex xossasini oldi-yu, lekin tiqilib qoldi hammasi. Xo'p. 275 berdik. Bu yerda kartni o'zini bu yerda widsni o'zini misol 300 piksel beramiz kartni. Uzr do'stlar, bu yerda flex wrap bermadim. Flex wrap beramiz endi. Ya'ni quyidagicha moslashib boraveradi va gap 20 piksel. Hamma joydan 20 piksel masofani oldi va quyidagicha kart tayyor. Hop, endi chegaralarni ortashaymiz. Va quyidagicha biz, ya'ni maqolalar saytini, ya'ni kartlarni taxladik. Buni yana ham kreativroq, qiziqarliroq taxlashimiz mumkin. Misol uchun kartni o'ziga, kart emas, kart kontentni o'ziga padding beramiz. Padding 20 piksel beramiz, ya'ni ushbu elementlarimiz sal ichkariroqqa kiradi va bunga background misol qora. Qora kerak emas ekan, bo'lmaydi. Xo'p. Ana endi bu kartda o'zida 20 piksel olamiz, sababi kerak emas. Rasm bilan bitta turgan yaxshi. 1.0 emas, misol keling ochiqroq kulrang qilamiz. Quyidagi. Bo'ldi do'stlar. Xuddi shu tarzda mana kartimiz deyarli tayyor. Xo'p, har bitta konteynerimiz, kartimiz 300 piksel va responsibility 275 ga kelganda hammasi kichrayib boradi. Agar 300 olib tashlaydigan bo'lsak ham mana xuddi shu tarzda ishlayveradi. Endi width berishimiz ham shart emas. Ya'ni bu avtomatik moslashuvchan bo'lib boradi va ekranni ham kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, xuddi shu tarzda, ya'ni biz amaliyotda ham xuddi shunday ma'lumotlarni taxlab stillab berib borishimiz mumkin. Xohlasak, mana more tugmasi uchun qanaqadir stil berishimiz mumkin. Misol, aynan mana shu tugmamiz hover bo'lsa, ya'ni hover bo'lsa, background transparent beramiz. Va mana ko'rib turganingizdek xuddi shunday ishlaydi. Va color ham 2 bo'ladi. Mana hammasi ajoyib, easy, chotki. Hop, transition beramiz. Transition all, misol nuqta 3s is, ya'ni sekingina animatsiya bo'lib bo'ldi. Xuddi shu tarzda mana biz kartimiz tayyor va endi buni responsivligini ko'ramiz. Hop, mobilniy versiyaga o'tkazib oladigan bo'lsak, misol mana bu yerda 100% ko'radigan bo'lsak, mana kichiklashtirib boraveramiz. Mana ko'rdingizmi? 275 bo'lganda avtomatik kichiklashib bormoqda hamma elementimiz. Hop. Biz endi shu wrapperni o'ziga ham umumiy bir padding berib qo'yaylik. Hop, padding 20 piksel beradigan bo'lsak, bo'ldi. Mana yana ham kichiklashdi bu. Qanday juda uzunchoq bo'lgandek ko'rinyapti. Ichida text kontentlarimiz juda uzunlik qilyapti. Menimcha, hammasi chotki, ajoyib. Bu tekstlarni ham nechta tekst chiqadiganini ham kontrol qilishingiz mumkin bo'ladi. Istaganingizcha boshqarish mumkin bo'ladi. Hop, ko'ramiz, mana kichiklashtirib boraveramiz. Ko'rib turganingizdek, mana hammasi oson, oddiygina, soddalashtirilgan holda qiynalmasdan tushuntirishga harakat qildim. Hop, xuddi shu tartibda, ya'ni saytlarimizni osongina responsiv qilib, ya'ni har xil ekranlarga avtomatik moslashuvchan kartlar taxlashimiz kerak. Taxlashimiz mumkin bemalol.
xuddi shu usulda, ya'ni flexlar bilan xuddi shu tarzda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz hammasini juda osongina Flex'i o'zi bilan qildik va atigi kodimiz 59 qatorgina kod yozdik. Ya'ni responsive kod taxlashimiz uchun. Siz ham xuddi shu tarzda osongina veb-saytlaringizni moslashuvchan qilib taxlashingiz mumkin. Ya'ni har bir ekran uchun alohida qandaydir media yozib o'tirmadik. Hozircha shular, rahmat, salomat bo'ling.